ular bir vaqtni o'zida ikkita diplomga ega bo'lishi mumkin. Abror aka qarang, hozirgi kunda, ya'ni Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetimizda prezidentimizni qarorlari bilan juda katta yengillik qilindi, ya'ni dual ta'lim. Shu dual ta'lim haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Dual ta'lim tizimi haqida aytadigan bo'lsak, bu harbiy ta'lim sohasidagi eng yaxshi yangiliklardan biri bo'ldi. Bu nafaqat O'zbekistonda, qolaversa Markaziy Osiyoda hamda mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo davlatlar o'rtasidagi yagona tizim hisoblanadi. Ya'ni biz buni nomlanishini 2+2 deb ataymiz. 2+2 degani fuqaro talabalar ham 2 yil davomida o'zlarining harbiy bo'lmagan oliy ta'lim muassasalarida o'qishi, keyingi 2 yilni esa harbiy bo'lgan oliy harbiy ta'lim muassasalarida davom ettirishi mumkin. Ya'ni 18 ta tor doiradagi mutaxassislar belgilangan qarorga asosan ulardan bo'lishi mumkin, aytishimiz mumkin, psixologlar bo'lishi mumkin, ta'minotchilar, kimyogarlar yoki o'sha omborchi, mana bunday mutaxassislar 2 yil davomida fuqarolik oliy muassasalarda o'qib, 2 yilini harbiy ta'lim oliy muassasasida davom ettirishi mumkin. Bu ularga shunday imkoniyat yaratadiki, ular bir vaqtni o'zida ikkita diplomga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zini o'sha 2 yil davomida olgan universitetdagi, fuqarolik universitetidagi mutaxassisi hamda ikkinchi mutaxassis sifatida harbiy ta'lim muassasasida ana shu yo'nalishda beriladigan diplomga ega bo'lishi mumkin.